Assalamualaikum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin tashqi ishlar və bexatarlik ministri Salih Xudoyor 3 hafta ilgari Avstraliyalik iqtisodshunos, siyosiy faoliyatchi Gonter Fillingerning ziyoratini qabul qilib, Şərq Türkistan və mustaqillik ko'rishi haqida so'ralgan savollarga javob berdi. Riyosatchi Gonter Fillinger, bizning Yevropa və Amerika bilan ishimiz bor. Ammo biz bir ishda birlashishimiz kerak. U bo'lsa Sharq Turkistonning erkinligi. Bu ish bek muhim, chunki Xitoy zolim, diktator va Rossiyaning Ukrainaga bo'lgan tajovuzini qo'llaydi. Rossiya va Xitoydan maydonga keladigan davlatlardan amra va do'stga ehtiyojimiz bor. Bu bek muhim. Bugun alayda bir shaxs biz bilan birga, u bo'lsa Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor. Salih, orqa ko'rinishingiz qanday deb so'raganda tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor o'zining Sharq Turkistonning Atish shahrida tug'ilganligini, 2000-yil iyunda Amerikaga siyosiy panohlik tilab oilasi bilan chiqqanligini, Oklahomada cho'ng bo'lganligini, kichik vaqtida harbiy ofitser bo'lishni xohlaydiganligini, universitetda o'qiyotganda harbiylikda turganligini, keyin Oklahoma davlat mudofaa armiyasining askari bo'lganligini, böbrek kasalligi sababidan harbiy kasbiy hayotini oxirlashtirganligini, 2003-yili yozda 20 yoshga kirganda xalqaro siyosiy fanlar sohasida o'qiganligini, keyin 2016-yilga kelganda Sharq Turkiston xalqining keng ko'lamda tutqun qilinib, xalqaro jamiyatning diqqatini o'ziga jalb qilganda 2017-yili yozda Sharq Turkistondagi barliq qarindoshlari bilan bo'lgan munosabatni o'zgarligini aytdi. Riyosatchi, Uyg'urlar hozir xalqaro jamiyatga tunishliq bir atalg'iga aylanib qoldi. Biz hozir Xitoyning ichidagi Xinjiang, kelgusidagi Xitoyning sirtidagi Sharq Turkiston haqida, Uyg'ur haqida so'zlashgan bo'lsak deganida, tashqi ishlar va bexatarlik ministrimiz Salih Xudoyor shundoq vatanimizning tarixiy ismi Sharq Turkiston 5000 yillik tarixga ega. 17-asrdan boshlab Sharq Turkiston degan nomi bo'yicha atalgan. Sharq Turkiston 1759-yili Manju Ching xonadonligi tarafidan besib olingan. 1759-yildan 1863-yilgacha Manju jahongirligi Sharq Turkistonni bevosita harbiy ishg'ol qilib olib boshqargan. 1884-yili Rus jahongirligi va Britaniya jahongirligi cho'ng O'rta Osiyodagi raqobati mezgilida Sharq Turkiston xalqi ishg'oliyatdan qutulib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirgan. 1887-yili Manju Ching xonadonligi Sharq Turkistonni qayta ishg'ol qilgan. 1865-yildan 1877-yilgacha bizning davlatimizning ismi 7 shahar yoki Qashqariya davlati deb atalgan bo'lsa-mu, xaritada Sharq Turkiston deb atalgan. Ayni vaqtdagi xotirlarga qaraganda Sharqiy Turkiya yoki turklar deb atalgan. 1877-yili Manju Ching imperatorligi Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan keyin bir necha yil o'tganda 1884-yili Manju imperatorligi Sharq Turkistonni rasmiy o'ziga qo'shib olgandan keyin yangi yer ma'nosini bildiradigan Xinjiang degan nomni bergan, dedi. Riyosatchi, demak, Xitoy qo'shni davlatlarni ishg'ol qilib olib bostiradigan, mustamlika yurgizadigan tipik mustamlikachi Jahongir, shundaqmi? Deganida shundoq. Xitoy u chog'larda Manju Ching jahongirligining kontroli ostida edi. 1912-yili Xitoy inqilobi portlab, Manju Ching imperatorligini og'dirib tashladi. Bizmo o'zimizning mustaqilligimizni asliga keltirishga tirishchilik ko'rsatdik. Sovet ittifoqining qo'llashi bilan Xitoy urush og'illari bizni bostirishga tirishdi. 1933-yili Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirdik, deb javob berdi. Riyosatchi, qachon? Birinchi dunyo urushi mezgilida mustaqilligingizni qayta jakarlaganmidingiz? Davlat qurganmidinglar deb so'raganda tashqi ishlar va bexatarlik ministrimiz Salih Xudoyor shundoq. Biz mustaqilligimizni asliga keltirib, davlatimizni qayta qurgan edik, dedi. Riyosatchi, Xitoy haqiqatan bir ma'lumotdan urushxumor bagliklarning mezgili, uning orqasidan mustaqil bir davlat borliqqa kelishning fursati tug'iladi, deganida shundoq. 1931-yili qo'zg'algan inqilob 1933-yili o'xshamagan harbiy kuchlarning birlashishi bilan mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyatini jakarladi, dedi. Riyosatchi, Mong'oliya talaylik chiqib ekan. Rossiya urushi, ichki urush, Xitoydagi ichki urush qatorliq urushlar bo'lganda mustaqillikni e'lon qilib saqlab qola olibdi, deganida tashqi ishlar va bexatarlik ministrimiz Salih Xudoyor shundoq.
Ular Sovet İttifaqı tərəfindən qollab-quvvatlashga erishdi. Biz undan keyin keldik. Bizning tunji cumhuriyetimiz qisqa ömür ko'rdi. Chunki buningga Sovet aralashdi. Ya'ni Rus jangirligi ayni vaqtda G'arbiy Turkiston, ya'ni Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonni ishg'ol qilib olgan edi. Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishi ularga tahdid elib keladi dedi. Riyosatchi kayningizga esilgan xarita kishining diqqatini tortadigan. Sharq Turkiston mustaqil bo'lsa, kelgusida qo'shnilari qaysi davlatlar deganida Tashqi ishlar va bexatarlik ministerimiz Salih Xudoyor kelgusida Sharq Turkiston mustaqil bo'lganida Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Hindiston, Afg'oniston, Tojikiston, shimolda Oltoy Jumhuriyati qatorliq davlatlar bilan chegaralandi dedi. Riyosatchi Oltoy Jumhuriyati kelgusida Oltoy Jumhuriyati Rossiya parchalangandan keyin maydonga kelamdi deb so'raganda shundoq. Sharq tarafida Janubiy Mong'oliyani o'z ichiga olgan Mong'oliya, sharq janubida Tibet, bizning sharqimizdagi Xitoy bilan kichik bir chegara dedi. Riyosatchi aytganingizga qaraganda Sharq Turkiston va Tibet mustaqil bo'lgandan keyin Xitoy bilan ozroq chegaralandi, shundaqmi deb so'rganida shundoq. Bu xarita Sharq Turkiston ishg'ol qilinishidan burungi tarixiy chegara joylarini ko'rsatadi deb javob berdi. Kelgusidagi mustaqil Sharq Turkistonda taxminan qanchalik nupus yashaydi deb so'rganida hozirgi ahvoldan qaraganda hozir irqiy qirg'inchilik yurgizilyotidi. Xitoy xalqimizni majburiy tug'mas qilyotidi. Tug'ish nisbatini bostiryotidi. O'tgan 20 yilda 4 million buvoqlarimizni o'ldirdi. Organlarini sug'urib olish uchun har yili 25 mingdan 50 minggacha yoshlarimizni o'ldirdi. Boshqalar yana etnik tozalash, o'lim jazosiga hukm qilish, kasallik va boshqa sharoitlarda o'ldiriladi. Jazo lagerlarida o'lib ketganlarmi bor dedi. Riyosatchi sizning da'vatqonlaringiz irqiy qirg'inchilik. Sizning xalqingizga Xitoy Kompartiyasi irqiy qirg'inchilik yurgizyapti deb so'rganida bu hamma jihatdan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilik ahdnomasi bo'yicha irqiy qirg'inchilik qilmishiga tava. Amerika irqiy qirg'inchilikni rasmiy e'tirof qildi. Yevropa parlamentini o'z ichiga olgan Yevropadagi bir necha davlat parlamentlari Xitoyning qilmishlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb rasmiy e'tirof qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qildi. Chunki Xitoy irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishni to'sidi. Ammo mohiyatda u bir irqiy qirg'inchilik. Savolingizga qaytsak, Xitoy jazo lagerlarini qurib, irqiy qirg'inchilik yurgizishni boshlagan dastlabki vaqtlarda nupusimiz, ya'ni Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning soni 45 million atrofida edi. Bu ham tarixiy bir sonliq ma'lumot. Nupusning tabiiy ish nisbatiga kelsak, 1946-yili davlatimiz mustaqil bo'lgan vaqtda 7 million atrofida nupusning borligi xotirlangan. 1949-yili Mao Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olganda, u Sharq Turkistonda 9 million nupusning borligini ta'kidlagan. Xitoyning 2018-yildagi davlat medialari Sharq Turkistondagi 36 million Xitoy osonliq deb atab olgan millatlar ustidan dina, ovoz, ko'rish to'rpardasi avrishkisi ekanligini xabar qildi. Bu 36 million Xitoy osonliq millat deb atab olgan xalq, Xitoy bo'lmagan xalqni, ya'ni 12 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan Sharq Turkiston xalqini ko'rsatadi. Bu bizning 12 yosh bilan 65 yosh orasidagi xalqimizning nupusini ko'rsatadi. 12 yoshdan tuvan 65 yoshning ustidagi bir qancha millionni qo'shganda xalqimizning nupusi taxminan 45 millionning atrofida dedi. Suhbatning davomini keyingi xabarlarimizda anlatamiz. Tajovuzchi Xitoyning vatanimizdagi Zuani Tangirtog' to'rining 28 dekabr kunidagi xabarda tajovuzchi Xitoy davlatimizga tajovuz qilib mustamlika, assimilyatsiya siyosatini yurgizish jarayonida vatanimizning kinochiligiga ilib kelgan singdirib o'tish, oynitib o'tish, Xitoy Kompartiyasining vatanimizga bo'lgan ishg'oliyati va mustamlikasini kuchaytirish, bir butunlashishni kuchab tashviq qilishni maqsad qilib, bu yo'nalishdagi ilgarilashini xuddi Sharq Turkistonning kino san'atini jush urib taraqqiy qildirish orqali atalmış Şinjanni taraqqiy qildirib qo'yganligini, dunyoga namoyon qilganligini, har qaysi davrlarda ishlangan kinolarni misol qilib turib, tafsiliy tushuntirgan. Sharq Turkiston surguni hukumatining Jumhur raisi doktor Mamtun Alo apandi ijtimoiy axborot supisi X'da buningga raddiya berib, kino tomoshabinlarga hayotiy kuch va chinlikni namoyon qiladigan sahna asarlarining biri bo'lib, qandoqla bo'lmasin 20-asrda liberallar, faşistlar va kommunistlar tarafidan ijtimoiy qurilish uchun ishlatilgan eng ko'p monopol qilingan san'at shakli. Monopol qilguvchilar kino orqali tomoshabinlarning diqqatini o'ziga tortib,
alayda hissiyat, tuyg'u va ideyalarni singdirdi. Kino boshqa san'at shakllariga qaraganda ko'rurmanlarga texmi unumli ta'sir ko'rsatish uchun ishlatildi. Sharq Turkistonda Xitoy Kompartiyasining mustamlikachi kuchlari o'zlarining asosliq tashviqot maqsadini ilgari surish uchun kinoni suiiste'mol qildi. X yaxshi joy degan shiorni o'tirib qo'yish orqali mustamlika ostidagi hayotni baxtli hayot deb tasvirladi. Sharq Turkistonda ishlandi degidek barliq filmlar uchun Xitoy Kompartiyasi maxsus tashviqot maqsadida mablag' soladi. Bu rasmlar ko'rinish jihatdan aldamchi, irqiy qirg'inchilikni yoshirib, o'xshalliqni, fojiani yoshirib, kulkini va zulmni xato tasvirlagan saxta maslaq tuyg'usini namoyon qiladi. Asosan bu filmlarning hammasida Uyg'urlar faqat naqsh aytish va usul o'ynashni yaxshi ko'radigan, Xitoy hukmronligini madaniyatning yetkazuvchisi, mustamlikachilikni tarixiy gullanish uchun uyg'un bir tanlash deb qaraydigan oddiy fikrli kishilar sifatida tasvirlanadi. Shunday qilib, Xitoy Kompartiyasining yoshirin uchurlari bilan mustamlikachilikni haqli qilish bilan qolmay, go'zallashtirilgan mustamlikachi maqsadiga har vaqt xizmat qiladi. Bu partiya o'zining yoshirin uchurlari orqali mustamlikachilikni aqlab qolmay yana go'zallashtirdi. Xitoy Kompartiyasining siyosiylashishi va kontrolligidan xoli hech qanday san'at mavjud emas. San'at mustamlika qilg'uvchilar bilan birlikda siyosiy qurbon holatiga keldi dedi. İrfan qo'shuni mamlakatimizning, millatimizning va umumiy xalqimizning baxt saodatiga to'sqinlik qilib kelgan va to'sqinlik qilayotgan qiyin bir dushmanimiz bor. Asrlar bo'yi o'z qo'ynida xalqimizni falokatdan halokatga, saodatdan safolatga tortib ketayotgan bu dushmanning nomi hammaga ma'lum bo'lganidek jaholatdir. Bu jaholat bir butun mavjudligimizni yo'qlikqa, to'g'ridan to'g'ri halokatga elib bormoqda. Bu qo'rqinchli tahlikadan qutulish uchun büyük bir qo'shinga ehtiyojligimiz. Ushbu qo'shin bo'lsa, ilm-irfon qo'shinidir. Ilm-irfon qo'shini kelajagimizning yagona yo'lanchigi va yagona uludir. Bir millat irfon qo'shiniga ega bo'lmaguncha saodat yuzi ko'rolmaydi. Millatlar orasida o'zining insonlik o'rnini saqlab qola olmaydi. Millatimizni, xalqimizni va davlatimizni saodatga, abadiy salomatga ega qilamiz deyotganmiz. Hukumat va xalq birlikda qo'l tutishib, vaqt zoya qilmasdan to'liq va talabga loyiq bir ilm-irfon qo'shiniga ega bo'lish majburiyatimizning borligini unutmasligimiz. Buning uchun tirishchilik ko'rsatishimiz lozim. Hukumat o'zining yaxshi niyat va to'g'ri siyosat olib berayotganligini ko'rsatish uchun o'tmishdagi xatoliklarni va kamchiliklarini to'nigan holda o'lkamizning ta'lim-tarbiya va ma'rif sistemasini sog'lom bir programmaga bog'lashi va buni qat'iylik bilan amalga oshirishi lozim. Xalqimizning kelajak naslining fikr, ilm, san'at, fan-u nasihat va axloq beg'ida yetishgan sog'lom avlodlardan bo'lishini istasa, o'rinsiz va chorasiz ah-voh qilishni bas qilib, ma'rif yo'liga safarbar bo'lishlari kerak. Hukumat bilan xalq bir safda turib harakat qilganda, mamlakatga, millatga va davlatga foydali bir irfon qo'shinini borliqqa keltirgili bo'ladi. Buningsiz hech bir maqsadga yetish mumkin emas. Manba Erk gazeti 782-son 1949-yili 19-may. Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Burhan Muhammad. Bugun xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.